Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamizki, bu ma'lumot sizning. Oilangizdagi pensionerlarning yoki umuman pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan har bir insonning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu pensiya olish tartibidan tortib davlat xizmatlaridan foydalanishgacha bo'lgan ko'plab jarayonlarni tubdan o'zgartiradigan tizimli islohotlarning bir qismi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, diqqat qiling. Hozir aytadiganlarim nafaqat sizni, balki butun yaqinlaringizni ham xavotirga solishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlar haqida. Bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Chunki hozir aytadiganlarim shunchaki bir taxmin emas, balki qonuniy kuchga kirish arafasida turgan, hayotimizga bevosita kirib kelayotgan o'zgarishlardir. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgarmoqda qadrdonlarim? Bir necha yil avval pensiya olish jarayoni ancha sodda va tushunarli edi. Ko'pchilik pensiyani o'zining bank kartasiga o'tkazardi. Ba'zilar esa, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz pochta bo'limlariga borib yoki uyga kelgan pochtalon orqali naqd pulda olardi. Davlat xizmatlaridan foydalanish uchun, masalan, poliklinikaga ro'yxatdan o'tish, shifokorga murojaat qilish yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlar olish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasportingizni ko'rsatish kifoya qilar edi. Hammasi an'anaviy va odatiy tarzda amalga oshirilardi. Bunda ortiqcha murakkabliklar, texnologik bilimlarga ehtiyoj yo'q edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga, shaffoflikni oshirishga va byurokratik to'siqlarni kamaytirishga harakat qilmoqda. Bu ezgu maqsadlar ortida esa ba'zi kutilmagan qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Gap shundaki, yaqin kelajakda O'zbekistonda pensionerlar uchun elektron raqamli identifikatsiya tizimi (ERIT) joriy etilishi kutilmoqda. Bu tizim sizning shaxsingizni tasdiqlash uchun nafaqat pasportingizni, balki biometrik ma'lumotlaringizni, ya'ni barmoq izi yoki yuz tasviringizni ham talab qiladi. Shu bilan birga bu tizimning bir qismi sifatida barcha pensiya oluvchilar maxsus mobil ilova orqali yoki davlat xizmatlari markazlari DXM va bank filiallaridagi maxsus qurilmalar orqali o'z shaxsini har oyda yoki ma'lum bir davrda tasdiqlashi shart qilinishi mumkin. Bu degani, endilikda shunchaki karta yoki pasport bilan kifoyalanib bo'lmaydi. Elektron tizim orqali shaxsingizni tasdiqlamasangiz, pensiya to'lovini olishingiz qiyinlashadi, hatto butunlay to'xtatib qo'yilishi ham mumkin. Bu yangilikning asosiy maqsadi pensiya tizimida shaffoflikni oshirish, firibgarliklarning oldini olish, shuningdek pensiya oluvchilarning haqqoniy ro'yxatini doimiy ravishda yangilab turish, ya'ni vafot etgan, mamlakatdan chiqib ketgan yoki boshqa sabablarga ko'ra pensiya olish huquqini yo'qotgan shaxslarning nomiga pensiya to'lanishining oldini olish. Biroq bu yaxshi maqsadlar ortida, afsuski, ko'plab keksa yoshli fuqarolarimiz uchun jiddiy muammolar yashiringan bo'lishi mumkin. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar unchalik ham emas? Endi bu yangi tizim haqida batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Elektron raqamli identifikatsiya tizimi nima degani? Bu sizning shaxsingizni raqamli ravishda biometrik ma'lumotlar orqali tasdiqlash usuli. Tasavvur qiling, siz bankomatdan pul olayotganda yoki mobil banking ilovasiga kirayotganda barmoq izi yoki yuz skaneridan foydalanasiz. ERIT ham xuddi shunga o'xshash tamoyil asosida ishlaydi. Lekin pensiya tizimi va davlat xizmatlari doirasida. Kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan barcha pensionerlar bu yangilikni bilishlari shart. Lekin ayniqsa quyidagi toifadagi fuqarolar diqqatli bo'lishlari kerak. Texnologiyalardan unchalik tushunmaydigan yosh ulug' pensionerlar. Misol Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan 75 yoshli Oysha buvi. Oysha buvi umrida smartfondan foydalanmagan, internet nima ekanligini ham bilmaydi. Uning uyida na internet na kompyuter bor. Pensiyani har oy pochta orqali olardi. Endi u pensiya olish uchun har oy DXMga borib, barmoq izini skanerlatishi yoki kimdandir yordam so'rab, mobil ilova orqali shaxsini tasdiqlash kerak bo'ladi. Bu uning uchun juda katta qiyinchilik. Uning qo'l telefoni bor, lekin u ham tugmachali eski model. Oysha bu uchun bu kutilmagan vaziyat juda ham tushunarsiz va murakkab ko'rinadi. Uning farzandlari chet elda ishlaydi, nabiralari shaharda o'qiydi. Yaqin atrofida yordam beradigan hech kim yo'q. U qanday qilib bu yangi tizimga moslashadi? Bu vaziyatda pensiya to'lovi to'xtatilib qolishi ehtimoli juda yuqori.
Toshkent shahrida yashovchi 42 yoshli Komil bobo. Komil bobo shunchaki o'z uyidan chiqishga qiynaladi. Oyoqlari og'riydi. Unga bankomatdan pul yechish ham, pochta bo'limiga borish ham mushkul edi. Pensiyani uning nomidan xotini yoki o'g'li kartasiga olib berardi. Endi Komil boboning biometrik ma'lumotlari talab qilinishi mumkin. Agar uning qo'llarida qaltirash, ya'ni tremor kasalligi bo'lsa, barmoq izini aniq berishda muammolar yuzaga kelishi mumkin yoki ko'rish qobiliyati past bo'lgani uchun yuz skanerlashda qiynalishi mumkin. Bu holda uning pensiya olish imkoniyati cheklanadi. 2. Chekka hududlarda yashovchi pensionerlar. Misol, Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtako'pir tumanidagi Olis ovullaridan birida yashovchi 78 yoshli Zulfiya opa. Bu yerda internet qamrovi juda sust, hatto mobil aloqa ham yaxshi ishlamaydi. Eng yaqin DXM yoki bank filiali bir necha 10 kilometr uzoqlikda joylashgan. Zulfiya opaning uyida smartfon yo'q. U har oy shaxsini tasdiqlash uchun uzoq yo'l bosib, transportga sarf xarajat qilib, DXMga borish kerak bo'ladi. Bu keksa inson uchun ham moddiy, ham jismoniy jihatdan og'ir sinov. Shu bilan birga, transport muammosi va vaqtni hisobga olsak, bu deyarli imkonsiz vaziyat. O'ti, jismoniy imkoniyati cheklangan yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar. Misol, Toshkent viloyatidan 51 yoshli Bahrom aka. Bahrom akaning ikkala qo'li ham avariya tufayli shikastlangan bo'lib, barmoq izini berish imkoni yo'q. Uning ko'rish qobiliyatida ham muammo bor. Yangi tizim joriy etilsa, uning shaxsini tasdiqlash jarayoni ancha murakkablashadi. Bunday holatlarda alohida yondashuv talab etiladi. Ammo tizim dastlabki bosqichlarda bu kabi holatlarga tayyor bo'lmasligi mumkin. Dard o'z nomiga pensiya oladigan, lekin aslida boshqa shaxsga g'amxo'rlik qiladigan vasiylar. Misol, 6 yoshli Gulnora opa o'zining ruhiy kasallikka chalingan, 45 yoshli onasining pensiyasini olardi. Onasi o'zini o'zi eplay olmaydi. Shaxsini tasdiqlash jarayonida faol ishtirok eta olmaydi. Endi Gulnora opa har oy onasini DXMga olib borishi yoki qandaydir murakkab ishonchnoma va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Bu ham vaqt, ham qo'shimcha xarajat talab qiladi. Bu kabi misollardan ko'rinib turibdiki, yangi tizimning joriy etilishi, afsuski, jamiyatimizning eng zaif qatlamlari, keksa va yordamga muhtoj fuqarolarimiz uchun katta qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Kimlar unchalik ham tashvishlanmasligi mumkin. Agar sizda zamonaviy smartfon bo'lsa, internetdan foydalanishni bilsangiz yoki yaqinlaringiz sizga yordam berishga tayyor bo'lsa, tashvishlanishga unchalik ham hojat yo'q. Siz Erit mobil ilovasini o'rnatib, ro'yxatdan o'tishingiz va o'z uyingizdan chiqmasdan turib shaxsingizni tasdiqlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, 6 yoshli Fazilat opa o'z nabiralari yordamida smartfon ishlatishni o'rgangan, onlayn bank xizmatlaridan foydalanadi. U uchun Erit tizimi qulaylik yaratishi ham mumkin. Chunki u endi pochta bo'limiga borishga yoki bank kartasiga pul tushishini kutishga majbur bo'lmaydi. Bir necha tugmani bosish orqali u o'z pensiyasini faollashtirishi mumkin. Shuningdek, shaharda yashovchi, jismoniy holati yaxshi bo'lgan, transportga chiqishga imkoniyati bor pensionerlar ham bu tizimga tezroq moslashishlari mumkin. Chunki ular uchun DXMga yoki bankka borish unchalik ham katta muammo tug'dirmaydi. Taxminiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi pensionerlarning qariyb 37%, ayniqsa 7000 yoshdan oshganlar va chekka hududlarda yashovchilar, texnologik bilimlardan yiroq va mustaqil ravishda bu tizimni o'zlashtira olmaydilar. Bu raqamlar juda jiddiy bo'lib, davlatning bu masalaga alohida e'tibor qaratishini talab qiladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, Eritda ham istisnolar. Yashirin tuzoqlar va oldindan ko'ra bilish qiyin bo'lgan nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar. 1. Tibbiy sabablar. Ba'zi jismoniy imkoniyatlar cheklangan pensionerlar uchun, masalan, barmoq izi topilmaydigan darajada jiddiy qo'l shikastlanishi bo'lganlar, yuzni skanerlash imkoniyati bo'lmaganlar, masalan, ko'rlik yoki yuzdagi jiddiy deformatsiyalar uchun maxsus tartib joriy etilishi mumkin. Bunday holatlarda tibbiy xulosa asosida shaxsni tasdiqlashning muqobil usullari, masalan, pensiya jamg'armasi xodimining uyiga tashrifi orqali shaxsni tasdiqlash, vasiy orqali yoki maxsus tayinlangan vakil orqali ko'zda tutilishi lozim. Bu jarayon albatta qo'shimcha hujjatlar va tekshiruvlarni talab qilishi mumkin. Masalan, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, VRAH maslahat komissiyasining xulosasi va hokazo. 2. Vaqtinchalik istisnolar va muddatlar. Tizimning dastlabki joriy etilish bosqichida
Ayniqsa chekka hududlarda internet infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan joylarda vaqtinchalik istisnolar qo'llanilishi mumkin. Ya'ni ma'lum bir muddat davomida, masalan 3-6 oy pensionerlar eski tartibda pensiya olishlari mumkin. Lekin bu muddat tugagandan so'ng ular ham yangi tizimga o'tishlari shart bo'ladi. Bunday vaqtinchalik yechimlar tizimga moslashish uchun imkoniyat beradi. Lekin baribir yakunda hamma uchun majburiy bo'ladi. Vasiylik va ishonchnoma orqali pensiya olish agar pensioner o'z shaxsiyligini mustaqil tasdiqlay olmasa, uning pensiyasini olish uchun vasiy yoki qonuniy vakilga ishonchnoma berishi mumkin. Ammo bu ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlanishi va har safar yoki ma'lum bir davrda qayta rasmiylashtirilishi talab qilinishi mumkin. Shuningdek, vasiyning ham o'z shaxsini erit tizimi orqali tasdiqlashi shart qilinishi mumkin. Bu jarayon ancha murakkab bo'lib, pensionerning holatiga qarab doimiy monitoringni talab qiladi. Misol uchun, vasiy pensiyani olishdan oldin o'zining shaxsiy biometrik ma'lumotlari orqali tizimga kirishi va keyin vasiylik qilayotgan shaxsning ma'lumotlarini taqdim etish kerak bo'ladi. Tuzoqlar firibgarlik xavfi. Har qanday yangi tizim jinoiy unsurlar uchun ham imkoniyat yaratishi mumkin. Firibgarlar o'zlarini davlat idoralari xodimlari, bank xodimlari yoki ijtimoiy xizmatlar vakillari qilib ko'rsatib, pensionerlarning shaxsiy ma'lumotlarini, pasport seriya raqami, PFL bank kartasi ma'lumotlari, mobil ilova parollari, aktivatsiya kodlari o'g'irlashga urinishlari mumkin. Ular yordam berishni taklif qilib, go'yoki erit tizimida ro'yxatdan o'tkazib berish bahonasida pul undirishi yoki pensionerning hisobidagi mablag'larni o'zlashtirib olishi mumkin. Misol, telefon orqali kimdir o'zini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, yangi erit tizimida ro'yxatdan o'tishingiz kerak, sizga emas orqali kod keladi. O'shani aytsangiz, biz sizni ro'yxatdan o'tkazamiz deyishi mumkin. Bu aslida sizning mobil banking yoki boshqa shaxsiy kabinetingizga kirish uchun kod bo'lishi ehtimoli yuqori. Hech qachon bunday kodlarni begona shaxslarga aytmang. 2. Texnik nosozliklar va tizimning haddan tashqari yuklanishi. Tizim ilk bor joriy etilayotganda, ayniqsa birinchi bir necha oy ichida texnik nosozliklar, dasturiy ta'minotdagi xatolar yoki serverlarning haddan tashqari yuklanishi tufayli uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa pensionerlarning pensiya olishda kechikishlarga yoki umuman ola olmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda pensionerlar qanday yo'l tutish kerakligi bo'yicha aniq mexanizm ishlab chiqilmagan bo'lishi mumkin. 3. Axborot yetishmovchiligi. Ba'zi pensionerlar, ayniqsa og'ir eshitadigan yoki ko'rish qobiliyati past bo'lganlar, bu yangilik haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin. Televideniya, radio orqali berilgan xabarlar ularga yetib bormasligi yoki tushunarsiz bo'lishi mumkin. Bu esa ular uchun noma'lumlik va stressni keltirib chiqaradi. Noaniq nuanslar bir biometrik ma'lumotlarning o'zgarishi. Yoshi o'tgan sari odamlarning barmoq izlari yomonlashishi, yuzdagi ajinlar ko'payishi yoki jarohatlar tufayli biometrik ma'lumotlar o'zgarishi mumkin. Bunday holatlarda erit tizimi avval ro'yxatga olingan biometrik ma'lumotlarni tanimay qolishi ehtimoli bor. Bu holatda pensioner qayta ro'yxatdan o'tishi yoki shaxsini boshqa usullar bilan tasdiqlashi kerak bo'ladi. Bu ham ma'lum bir qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. 2. Erit va standart bank ilovalari orasidagi farq. Ko'pchilik pensiyani bank kartasiga olgani uchun mobil bank ilovalaridan foydalanadi. Erit tizim bu ilovalardan farq qiladi. Chunki u markazlashgan davlat tizimi bo'ladi va nafaqat pul o'tkazmalari, balki shaxsni tasdiqlash uchun ham ishlatiladi. Bu ikkalasi o'zaro integratsiya qilingan bo'lishi mumkin. Ammo ularni alohida tushunish va boshqarish talab qilinadi. Boshqa elektron davlat xizmatlari bilan integratsiya. Erit tizimi kelajakda boshqa davlat xizmatlari, masalan, shifoxonalarda qabulga yozilish, kommunal to'lovlarda imtiyozlar olish, ijtimoiy yordam olishda murojaat qilish bilan ham integratsiya qilinishi mumkin. Bu uzoq muddatda qulaylik yaratishi mumkin. Ammo dastlabki bosqichda pensionerlar uchun qo'shimcha o'zgarishlar va moslashishlarni talab qiladi. 4. Maxfiylik va ma'lumotlar xavfsizligi. Millionlab fuqarolarning biometrik ma'lumotlari markazlashgan holda saqlanishi ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi masalasini o'rtaga tashlaydi. Ushbu ma'lumotlarning uchinchi shaxslar qo'lga tushmasligi, ularni himoyalash mexanizmlari qanchalik ishonchli ekanligi bo'yicha ham savollar tug'ilishi mumkin. Bu kabi tuzoqlarni va noaniq nuanslarni bilish pensionerlarga kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarga tayyor turishga va ularni hal qilish yo'llarini izlashga yordam beradi.
amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak, aziz do'stlar? Yuqorida aytilganlarning barchasi sizni xavotirga solgan bo'lishi mumkin. Ammo vahimaga tushishga hojat yo'q. Muhimi to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish va o'z vaqtida kerakli choralarni ko'rish. Mana sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. Birinchi qadam ma'lumot to'plash va vaziyatni baholash. Birga rasmiy manbalarni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, Davlat xizmatlari agentligining xabarlari, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining yangiliklarini diqqat bilan kuzatib boring. Yangi tizim haqida aniq ma'lumotlar, uning joriy etilish muddatlari va mexanizmlari haqida e'lonlar beriladi. Pensionerlarga tarqatiladigan axborot varaqalarini o'qing. Pensiya jamg'armasi yoki pochta bo'limlari orqali yangi tizim haqida tushuntirish xatlari yoki varaqalar tarqatilishi mumkin. Ularni diqqat bilan o'qing, o'z vaziyatingizni baholang. Agar siz o'zingiz smartfondan foydalanmasangiz yoki internetdan tushunmasangiz, shuningdek jismoniy imkoniyatingiz cheklangan bo'lsa, bu haqda hozirdan o'ylab qo'ying. Kim sizga yordam bera oladi? Nabiralaringizmi yoki qo'shnilaringizmi? Ikkinchi qadam kerakli hujjatlarni tayyorlash. Bir pasportingizni doimiy yoningizda saqlang. Erit tizimda ro'yxatdan o'tishda va shaxsni tasdiqlashda sizning pasportingiz yoki ID kartangiz asosiy hujjat bo'lib xizmat qiladi. Uning amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar muddati o'tgan bo'lsa, uni zudlik bilan yangilang. 2. Pensiya guvohnomangizni toping. Ba'zi hollarda pensiya guvohnomasini ham so'rashlari mumkin. Agar tabiiy sabablar bo'lsa, agar sizning jismoniy holatingiz biometrik tasdiqlashni qiyinlashtirsa, masalan, barmoq izi yo'qolgan bo'lsa, ko'rish qobiliyati past bo'lsa, shifokordan tegishli ma'lumotnoma yoki tibbiy xulosa olishingiz kerak bo'ladi. Bu hujjatlar sizga maxsus tartibda xizmat ko'rsatilishiga asos bo'lishi mumkin. 4. Vasiylikni rasmiylashtirish. Agar siz boshqa pensionerning vasiysi bo'lsangiz va u o'zi eplay olmasa, vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlarni, sud qarori vasiylikni belgilash to'g'risidagi hujjatlar oldindan tayyorlab qo'ying. 3. qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Respublikamiz bo'ylab barcha tuman va shaharlarda joylashgan DXMlar erit tizimida ro'yxatdan o'tish va biometrik ma'lumotlarni topshirish uchun asosiy punktlardan biri bo'ladi. U yerga borib, navbatga yozilib, shaxsingizni tasdiqlashingiz mumkin. DXM xodimlari sizga ushbu jarayonni amalga oshirishda yordam berishlari kerak. 2. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari ham bu jarayonlarga jalb qilinishi mumkin. U yerda mutaxassislar sizga individual maslahatlar berishi va ro'yxatdan o'tishga yordam berishi mumkin. Bank filiallari. Ayrim banklar o'z filiallarida ham erit tizimi uchun maxsus qurilmalarni o'rnatishi va mijozlariga xizmat ko'rsatishi mumkin. Odatda siz pensiya oladigan bankning filiallarida bu xizmat ko'rsatilishi ehtimoli yuqori. 4. qadam. Ro'yxatdan o'tish jarayoni. Shaxsingizni tasdiqlash. DXMga yoki boshqa vakolatli organga borganda pasportingizni taqdim etasiz. Xodim sizning ma'lumotlaringizni tizimga kiritadi. 2. Biometrik ma'lumotlarni topshirish. Maxsus qurilma orqali barmoq izlaringizni skanerlaysiz yoki yuzingiz tasvirini berasiz. Bu jarayon bir necha daqiqa davom etadi. Agar birinchi urinishda muvaffaqiyatli bo'lmasa, bir necha marta takrorlash talab qilinishi mumkin. Mobil ilovani o'rnatish. Agar sizda smartfon bo'lsa, xodimlar sizga erit mobil ilovasini yuklab olishda va uni sozlashda yordam berishi kerak. Sizga ilovani faollashtirish uchun maxsus kod berilishi mumkin. Bu kodni hech kimga bermang. 4. Maxsus kod berilishi. Agar sizda smartfon bo'lmasa, sizga pensiya olish va shaxsni tasdiqlash uchun maxsus kod yoki raqam berilishi mumkin. Keyinchalik har oyda shu kodni DXMda yoki bankda kiritish orqali shaxsingizni tasdiqlaysiz. 5. qadam, yordam so'rash. 1. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Agar siz texnologiyalardan tushunmasangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Ular sizga mobil ilovani o'rnatishda, uni ishlatishda yoki DXMga borib kelishda yordam bera oladilar. 2. Mahalla qo'mitalariga murojaat qiling. Mahallada ijtimoiy xodimlar yoki faollar, ayniqsa yolg'iz yashovchi keksa yoshdagilar uchun bu borada yordam uyushtirishi mumkin. Ular sizni DXMga olib borib kelishga yordam berishi yoki ma'lumot berishi mumkin. Ko'ngillilar tashkilotlari. Ba'zi joylarda ko'ngillilar guruhi yordamga muhtoj pensionerlarga texnologik masalalarda ko'mak berishi mumkin.
Bunday imkoniyatlarni izlang. 6-qadam xavfsizlik qoidalari. Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Hech qachon pasport ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni, PIN-fel raqamingizni, mobil ilova parollaringizni yoki bir martalik tasdiqlash kodlarini telefon orqali yoki begona shaxslarga aytmang. Davlat xizmatlari xodimlari sizdan telefon orqali bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. 2. Gumonli telefon qo'ng'iroqlariga ishonmang. Agar kimdir sizga pensiya jamg'armasidanmiz, sizga yangi pensiya tayinladik, faqat karta raqamingizni ayting kabi qo'ng'iroq qilsa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Darhol telefonni qo'ying va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. 3. Elektron pochta xabarlariga ehtiyot bo'ling. Agar sizga g'alati elektron pochta xabarlari kelsa, ularni ochmang va undagi havolalarga kirmang. Ular firibgarlik dasturlarini o'z ichiga olishi mumkin. 4. Faqat rasmiy manbalarga ishoning. Har qanday yangilik yoki ma'lumotni pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, Davlat xizmatlari agentligi portali yoki ishonchli ommaviy axborot vositalari orqali tekshiring. Xulosa va yakuniy chorlov xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, bu yangilik sizning hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo to'g'ri qadamlar bilan barcha qiyinchiliklarni bartaraf etish mumkin. Davlatimiz pensiya tizimini zamonaviylashtirish va shaffoflikni oshirish yo'lida muhim qadamlar tashlamoqda. Bu o'zgarishlarga tayyor bo'lish, o'z vaqtida harakat qilish va asosiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilish har bir pensionerning zimmasidagi muhim vazifadir. Hozirdanoq harakatni boshlang, yaqinlaringiz bilan maslahatlashing va kerakli choralarni ko'ring. Siz bu yangilik haqida nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizningcha bu tizim qanchalik o'zini oqlaydi va qanday muammolarga olib kelishi mumkin? Sizda qanday savollar bor? Ularni ham izohlarda yozing. Kelgusi videolarimizda javob berishga harakat qilamiz. Bu videoni yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Chunki hozirgi kunlarda ma'lumot bu eng katta kuch. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.